4. Men bugun YouTube kanalimga birinchi marta video olyapman. Men ustaman. Butun qishloqlardagi uylarni qarab chiqaman. Men bu mashinamga telefon bera olaman. Shu qishloqqa keldik. Bu qishloqda aytishlari boricha Drake yashar ekan. Men Drake ham ko'rishga harakat qilaman. Hozir birinchi bo'lib shuni yomg'ir primerdan so'rashimiz kerak. Adashmasam mana shu uylardan biri men. Mana shu uylarni minut qilib chiqishim kerak. Anu adashmasam Drake'ning uyi. Endi YouTube'da ko'rdim. Men albatta o'zim bilan qurollab yuraman, chunki yomon ishlar bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Mening ismim Dert. Men bu qishloqda ustaman. Dert. Qayerda Dert? Ha, bitta qishloq aytdi. Arada uylar buzilgan, o'sha uylarni to'g'irlash kerak deb. Men sizlar uchun to'g'irlab beraman. To'xta, qo'lingdagini beri. Yo'q, hech nima emas, oddiy tayoqcha. O'zim bilan tayoq beraman ko'pincha. Yomon narsalar chiqishdan urish uchun-da. Mayli, ishingni boshlab ber. Orqadagi 3 ta uydan hozir bittasida qolasa, sen hozir Drake ketgan. Shu Drake uyiga kirib o'tiraver. Hozir survival uchun boshqa serverga ketgan. Drake'mi? Demak Drake uyida bugun yashar ekanmiz. Yaxshi bolalar, bugun uxlab turamiz. Bo'lsam Drake uyiga borib qani ketdik. Bu videoda bu joyi bilmagandim, lekin mana bor edi. Uylar ham yo'q edi. Drake emas, oyna singan uy aynan. Uylar mashallah. Wow, kompyuterni qaranglar. Zo'rlaydi. Yegimiz uxlaymiz birinchi bo'lib. Yaxshi. Turamiz biz. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Dert. Yana biz bu qishloqda endi keldik. Endi ishlarimiz boshqasiga bo'ladi. Adashmasam kecha anaqada sunduqni yashigini ko'rdim. O'shaning ichida instrumentlar bo'lsa kerak. Ana bo'lsam ketdi. Bularda nimaga bu uylarda unaqa narsa yo'q? Aynan bu uyda bor. Birinchi uydan qilamiz. Buni ichida bor. Patron nima qilyapti bu yerda? Bilmadim. Avval biz o'zimizga kerak narsalarni olaylik. Bu uylarni kattaroq qilamiz, ya'ni bilmadim, o'zimcha qilaveraman qanaqa bo'lsa ham. Yerni kirish joyi yo'qmi? Mana. Shu kichkina ekan, ko'cha tarafdan katta o'xshar ekan lekin. Ishimiz yerga o'tiramiz, bo'lsa bloklarimiz ko'rmaydi. Bu server muammosi. O'zi so'rab qolaman. Egil olamiz. Baqalat ekan. Bog'dagi yerlar g'alati bo'lib ketgan ekan. Toshdan olib chiqamiz. Mana undan olib chiqamiz. Sekinlik bilan. To'xtanglar. Stop. To'xta. To'xtanglar. Men bilmasdan mana qo'ligim tushib ketdim. Ba'da boshqacha bo'lib turadi. Chirib ketgan. Stop, to'xtay, baqa tushmayman birinchi. Yaxshi, mer oldiga kirib so'rab chiqamiz do'stlar. Nima bu? Nima chiqmayapman? Mer. Stop. Do'stlar, mer akamiz biz urganimizda xafa bo'ldi shekilli, shunga yarab oldilar. Unaqa gap aytmang, hozir o'ldirib tashlayman. Короче, aka qarang. Men anaqda qaraganimda, ana uy tagida podval bormidi? Qanaqa podvalda narsa yo'q. O'zi asabga tegibsan, bor yo'qol. Kulyapsizmi? Anaqda podval turibdi. Do'stlar, to'xtanglar. Demak, bu joyda podval yo'q, ularni o'zlari ham bilmaydi. Demak, buni tekshirishimiz kerak. Yaxshiyam men o'zim bilan qurollab kelibman.
bironta yomon ishlar bo'lsa otib tashlaymiz. Bu meni bu Barrett M82 zo'r qurollardan o'zimga yoqadi. Balansda tushamiz bo'lmasa. Qo'ling ko'tar. Kim bo'lsa qo'ling ko'tar. Badashchim yo'q. Do'zax anaqasi bu. Skeletlar o'lib ketgan. Tindir ko'raylikchi. Vuy! To'xtaylik buni tepaga olib qo'yamiz. Politsiya chaqiramiz keyinroq. Politsiya ham shart emas. Uy, vaqti skelet. Uy, do'zax ham. Bular tashima. Skeletlar bechoralar ko'mish kerak do'stlar. Bular ana bo'lishi kerak. Bo'lsam do'zaxda yonib ketadi. O'zi bechoralar tabdil kuydirib yuborishgan vaqtda kim bo'lgan bilmayman. Voy bular g'oz. Uzoqqa borib qabriston qilamiz qaytar joyini. Aşağı komp qo'yamiz. Endi bu joyi meri tabdil ekan. Ikkisini birdaniga qo'yvoramiz. Joyidan bitmasin bular. Ana endi ikkinchisini qo'yamiz. Do'stlar, ba'zi вообще bu qishloqdan tezroq ketamanmi yo'q bilmayman. Lekin nima qilib tashlashgan bu joy? Voy, skelet ustiga tushib ketdim. Qoch. Uy, odam ustiga tushib ketdi. Juda g'alati narsa bo'lar ekan. Mana baq endi qabr bo'ldi. Bitta do'stga chaq qo'yaylik. Qabr borligi bilinishi uchun. Короче, do'stlar, baqda yomon ish bo'ldi-yu. Baqda podval turibdi. Men quradigan uyimning tagida podval. Baqda qabristonning toshi ham bormi? Boyagilardan bittasini olib qo'yamiz buni. Bu skelet qolib ketibdi. Yaxshi kechgacha qo'yamiz, baribir bechoralar qolib ketgani bo'lib. Neyse. Biz qurolimizni ishlatmadik. Sabab bu yerda yomon narsalar yo'q. Ba'da qabriston borligini bilib turishsin. Bu joyi endi qurib olamiz endi. Majburmiz. Ba'da podval qilar ekanmiz. Bu uyni kattaroq qilamiz. Quramiz deb ayting. Sizlar ko'rsatma bo'lsam sizlarga qiziq qolmaydi. Bu joyni nima qilaman? Birinchi davay podvalni tegmaymiz sinmasiga. Keyingi videolarda podval qilamiz. Hozir birinchi bo'lib bu joyni ko'mib tashlashimiz kerak. To'xtanglar, baraturlar. Tosh bilan qilganimiz yaxshiroq. Tosh. Endi bu taxtadan qilish вообще qo'rqinchli men uchun o'zi. Shuning uchun toshdan qilib chiqaman. Yotib olgan holda. Oldu. Endi bu joyi qurib tashlayman jigarlar, qaranglar. Hozir shuncha joyni qurib oldim. Albatta u joylarni kesib tashladim. Qurgan joylarimni sizlar Telegram kanalimda ko'rasizlar bo'ladi. Mana hozir endi bizga verstak kelib tom qilishimiz kerak. Verstak berishmayapti chalajonlar. Verstak berishga aqli yetmayapti. Bechoralar. Kallasi chiqmaydi. Biz endi bu uy uchun uyda balki o'zimiz yasharmiz, chunki uy menga o'zim uchun misol uchun yoqib qoldi. Endi pechga ham qilib qo'yaylik. Конечно. Bizga bundan kerak. O'tiramiz, bu kerak. Bizga mana narsalar kerak emas, shuning uchun bular o'tiramizda bo'ldi. Bular kerak emas. Bu kerak lekin. Bo'ldi.
Endi bu joylarni tomlarini olib chiqamiz. Mana bu yoqqa loyidan qo'yib turaylik. Iltimos hoziroq kanalimizga obuna bo'ling. Chunki mening YouTube'dagi endi birinchi videoyim. Men ham birovlarga o'xshab zo'r bloger bo'lgim kelyapti. To'xtanglar. Mana shunday qilsak-chi. Ekishim zo'r bo'ladi. Mana shunday qilaveramiz. Ana biz hozir qurishni davom ettiryapmiz. Bir ikkita joylar qiyshiq bo'lib qoldi. Iltimos hoziroq kanalimizga obuna bo'ling. Yana bir marta aytyapman, men birinchi marta YouTube degan narsada faoliyat ko'rsatyapman. Do'stlar, mana bizning hozir uyimiz уже tayyor bo'ldi. Men juda charchadim. Endi boqib kravat yerdan olib tur deydi. Endi ichkari kirib uxlayveramiz. Rostini aytsam juda charchadim. Ana turdik. Ertalab bo'ldi. Men juda charchaganman. Sal bo'lsa ham qavatga turib oldim. Endi betimni yuvsam bo'ldi. Hozir biz uchun yo'q qo'yamiz. Biz bu bariq qishloq mer bergan narsa. Yaxshilikdan foydalanyapmiz. Joy chiroyliroq qilib qo'yamiz. Yaxir ustami? Usta borgan joyni zo'rroq qo'yish kerak. Bu mening ustozimdan shu narsa bizga o'rgatilgan. Sizlarga qanday tushuniladi bilmayman. Joyiga bochkalar qo'yib chiqamiz va juda zo'r bo'ladi. Bu qishloqqa albatta men o'zim cho'tki qilishga sizlarga so'z beraman. Lekin anada chekidagi asabim o'ynayapti. Yo'q qilaysan, negri o'zlaridan ketishyapti. Qo'rg'on pistoletim bilan o'ldirib yuborishim mumkin. Men rostini aytsam, ancha yil qamalib chiqqanman. Shunga o'g'izlarim yo'g'on bo'lmasam, ko'rinishim oddiy yosh bolaga o'xshaydi. Bekordan qurol ko'tarib yurmasam kerak. Shunday bo'ldi bag'i gullatdik. Negerlarni qaysi birini aytyapsan? Senmi? Hayır. Asal o'ynadi. Bo'ldi, men u uyam qurdim. Endi bu yerdan oyligimni olaman. Shu bilan safarimiz tugaydi. Mer, qalaysiz, hali yig'lab o'tiribsizmi? Ha, qalaysan dard. Versayda hozir narsa yasatgandim. Bo'pti. Men o'ylanib turaverasizmi? Menga qachon oylik berasan? O'zi otib tashlayman. Bo'ldi dard, asabiylashma. O'zingni bos. Bo'ldi, oyligi shunday bersa, inventariga qarasa turadi. Mana senga 640 Maklamang, hozir shu kirka bilan o'ldirib tashlayman. Bo'ldi, o'zingni bos qilma. Men karoch ketdim, charchadim. Polis mayli, bir safarga indamadim, keyingi safar ko'proq berasan. Men ketdim. To'xtang, men qaysi uyda yashayman? Sen hozirchalik bor, katta binoda yashab turaver, bor albatta. Bo'pti. Keyingi uylarni ham qilaman, xudo xolasa ertaga. Bo'pti, men charchadim. Uyga kirib olaylik, keyin sizlar bilan xayrlashaman. Ben yurtni bochga qo'yib olaman. Endi ichiga o'zimizning narsalarimizni solib qo'yamiz. Keyingi safar albatta kerak bo'ladi. Avtomatim doim o'zim bilan yuradi. Chunki shunaqa yomon holatlar bo'lishi mumkin. Pulni solib qo'yaman. Hech kimdan qo'rqadigan joyim yo'q. Meni ko'rib qo'rqishadi. Qo'lim ko'rsanglar qizil. Короче, do'stlar, sizlar bilan shu joygacha dard bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lasizlar deb umiddaman. Biz videoni sizlar bilan xayrlashamiz. Hayır, sizlar bilan dard bo'ldi.